Mana hozir ishni topshirish jarayonida turibmiz. Ichkarilar polni bitib, egasiga topshirish arafasidamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Parketlarimiz yo'lka. Mana lyustralarimiz ildirildi. Eshiklarimiz qo'yildi. Mebelchalarimiz ishi hali chala. Hattoki televizorgacha ham qo'yib berdim. Bu mujskoy spalni. Ya'ni o'g'il bolalarning spalnichasi. Mana plyonchilar oppoqqina. O'rtada bitta korechniy deraza qoldi. Devorimiz atachenta. Tiyagalarimizga e'tibor beradigan bo'lsak, polni jumchuk. Bu женское, kichkina qizchalarimizning spalnisi. Bu zalimiz. 8 metrga 4 metr. Mana kronshtayn, bra. Bu ham polni atachenta bor. Parketimiz archasimon. Bu yer spalni. Bralar o'rnatilgan. Lyustralar qo'yilgan. Включательlar yangi. Mana bu yer MDF dan qilingan taroq sanuzul bor. Eshikchilarimiz. Bu yer oshxonamiz. Oshxona mebellarimiz, ustalarimiz eshikchalarini hali kraska qilmagan ekan. Endi olib kelar ekan kraska qilib. Mana fartugimizga polni kafel terilgan. Polga kafel terilgan. Mana bu yoqda bitovoy texnika, холодильник уже o'rnatilgan. Mana bu TV zona. Mana bu patolog. Hozir svetini yoqib ko'rsataman buni ham. Включательlar. Bu yoqda devori ham atachenta bo'lgan. Mana bu holimizda polni освещение yongan holatdagi ko'rinishlari. Mana lyustra. Tiyagalarimiz qanday chiqibdi?